Assalomualaikum. Men Samarqand viloyati Tayloq tumani Agrobankka biriktirilgan mahalla bankiri Jo'raqul Shohruh bo'laman. Biz Boboyev Azamat xonadonlari kelganmiz. Beklar mahallasi. Bu kishi 2025-yilda may oyida o'zlari va turmush o'rtoqlari nomiga mahalla loyihasi asosida 50 million so'mdan 100 million so'm olib, chorvachilik va parrandachilikni yo'lga qo'yganlar. Shuni ko'rib o'tamiz. Boboyev Azamatjon 25-yil may oyida o'zim va turmush o'rtog'im nomiga 50 milliondan 100 million pul olib, Tayloq Agrobankidan chorvachilik va parrandachilikka ilk va xohlasan bilan chorvalarimiz yaxshi, parrandalarimiz ham yaxshi. Ko'rishlaringiz mumkin. Azamat aka uylarda tovuq boqish bilan ham shug'ullanib kelib boqdilar. Azamat akani kirib borishlardan oldingi daromadlar 100 million, 150 million bo'lsa, hozirgi kunga kelib 300 million, 400 millionga yetdi. Yillik daromadlar. Sağ olun. Rahmat sizlarga, rahmat. Sağ olun. Sağ olun.